Nech pul? 118 ming dollarga 2 sotuq, 5 ta xona, tayyor remont, kuxonli mebellar, plus oshxonalari bilan, plus podvallari bilan mana shu ko'rib turgan kottejimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafdan podvalga tushirishimiz, letniy sanuzellari joylashgan, mashinalarni bemalol olib kira olasiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta mashina sig'adi mana. Qani, bitta like bosib qo'ying, hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Zeleniy zonalarni qarang, ham daraxtlarni ekib qo'yganda bir yam-yashil qilib, ha? Qani bismillah, uyimizga kirib boraveramiz. 4 ta xonali kvartirasini sotganlar 5 ta xonali qolaman desa, atak yaxshi narx, to'g'rimi? Xullas, birinchi xonamiz detskiy spalniy bor edi. Bunisi uyimizni zali. Mana ko'rishingiz mumkin. Lyustralarni qaranglar, chiroylisini ilib qo'ygan. Shunaqa горячий narxdagi uylarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham arzon uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizning silkasi profilimiz opisiyaniyasida joylashgan. Endi boshqa xonalarni ko'ramiz. Xullas, bu yoq tarafda bitta kichkinagina hol bor ekan. Umumiy sanuzelimizni mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimiz bitta родительский spalniy, mana bunaqa chiroyli svetli barralar deydimi? Xuddi shunaqa narsasi bor ekan. Uyimizning eng kerakli joyi mana dushi bor. Xo'p. Yana bitta narsaga e'tibor berdim. Hozir mana xonada turibmiz. Xuddiki oyna yo'qdek. Zo'r yechim mana. Sirkulyatsiya uchun mana shunaqa oynalardan eshik tashab ketishgan. Endi orqa hovli qilib foydalanasiz, xudo xohlasa. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan. Bu yoq tarafda yana bitta bolalar xonasi. Mana bemalol. Bu yoq taraf bir mehmonlar kelganda dam oladigan xona mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi sanuzelimizni ko'rishimiz mumkin. Mana keling marhamat. Ikkinchi sanuzelimizni va oshxonamizni shinamgina shunaqa chiroyli kuxonli mebellarni yasatib qo'yishgan, mana lyustralarni qo'yib qo'yishgan, gilamlar, hamma narsa qoladi. Bu yerda ko'rib turgan 118 ming dollar naqd pulga kelsanglar, gaplashamiz tepasida, xudo xohlasa. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Manzilimiz Yangi Hayot Chortoq mahallasi. Berdiyorota masjididan 1 kilometr radiusda joylashgan. Arkadan 1,5 kilometr ichkariga kirganingizda, shundoq 1 kilometrda Do'stlik mahalla, Do'stlikdan Serikliga chiqib ketaverasizlar. Uyimiz yoqqan bo'lsa, ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu raqamlarga telefon qilasizlar. Telefon qilib Shohruxjon, Chortoqdagi uchastkangizni ko'rmoqchiman desangiz, lokatsiya tashib beramiz. O'zimiz shu yerdamiz. Charchamanglar.